Jasmin Transning sirli yo'qolishi ortida kimlar turibdi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kunning tezkor xabarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda bitta savol hech kimga tinchlik bermayapti. Jasmin Trans qayerda? U O'zbekistonga qaytyapti, endi o'zining uyiga borishni reja qilmoqda degan sarlavhasida videolar paydo bo'ldi. Ammo ko'p o'tmay u sirli tarzda g'oyib bo'lgani aytilmoqda. Bir paytlar har bir efirda o'zgacha chiqishi bilan internetni larzaga solgan, o'ziga xos uslubi bilan mashhur bo'lgan Jasmin birdaniga g'oyib bo'ldi. Avvaliga muxlislar bu sokinlikni yangi loyiha uchun tayyorgarlik deya o'ylashdi. Ammo oradan ko'p o'tmay g'alati mishmishlar tarqala boshladi. Kimdir uni Turkiya qamog'ida qiynashmoqda desa, boshqalar bu shunchaki e'tiborni jalb qilish uchun o'ylab topilgan o'yin deyishmoqda. Eng qizig'i, Jasmin Trans so'nggi marotaba Munisa Rizayevaning tug'ilgan kunida ko'rinish bergan degan gaplar chiqdi. O'sha kechada u kutilmaganda paydo bo'lgan, biroq ertasi kuni butunlay yo'qolgan. Ba'zi mehmonlar hatto Jasminning yuzida g'amginlik bor edi deya yozishgan. Shundan keyin esa Jasmin o'zining storiesida faqat bitta g'alati jumla qoldirgan. Ba'zan haqiqatni aytgan odam jim bo'lishga majbur. Bu so'zlar barchani hayratda qoldirdi. Ba'zilar u kimnidir ogohlantirmoqchi bo'ldi desa, boshqalar bu shunchaki maxsus rejalashtirilgan shov-shu deya taxmin qilmoqda. Lekin bir narsa aniq, Jasmin Transning bu sirli so'zlari ortida oddiy sabab yo'q. U qaytib chiqsa, bu safar butun shou biznes titratadigan yangilik bo'lishi aniq.